Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz Tojikiston Respublikasiga sayohatimiz birinchi kunini boshlayapmiz. Chartepa Panjikent Sarazm postidan shundoqqina 6 kilometrda Panjikent shahriga borishda chap qo'lda qadimiy Sarazm yodgorligi bor. Men hozir qisqacha ko'rsatib o'taman. Bu yodgorlik yer yuzidagi eng qadimiy inson qadami yetib kelgan joy. Tabiat juda ham ajoyib, tarix, tabiat uyg'unlashib ketgan muzey bor, Sarazm muzeyi. 5500 yil. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana bu yerda ko'rib turganlaring bularning tagida qadimiy yodgorlik qazishma ishlari bor, saqlab qo'yilgan. Hozir men birontasidan qisqacha video tashlayman, qo'shaman davomiga. Kelib tomosha qilib ko'radigan ajoyib go'sha. Hozir ko'rsataman. Demak, yetib keldik. Qadimiy qazishma ishlari ko'rishlaring mumkin. Bunaqa joylarda internetda ham ko'rgansizlar, Xitoydagi qazishma ishlari kabi. Bu yerda hozirroq restavratsiya qilingan, lekin baribir izlar saqlanib qolgan. Juda ham chiroyli joylar, ko'rishlaring mumkin kelib. Albatta Panjikent Chartepa postidan kesib o'tishda qizil pasport so'raladi va shaxsiy avtomashinangizda o'tsangiz o'zingiz nomingizda bo'lishi kerak yoki notarius tasdiqlagan daveringiz bo'lishi kerak. Mana yana bitta tarixiy fakt, artefakt deymizmi, qazishma ishlari o'tkazilgan joy. Mana bu Sarazm arxeologik muzeyi, marhamat, ko'rishlaring mumkin. Davom etamiz. Tojikiston bo'ylab Yag'nob Fan tog'lariga sayohat qilamiz. Artuch, Ko'li-Kalon, Yettiko'l, bir qancha ko'llardan ham sizlarga havolalar qo'yamiz. Navbatdagi nurli manzillarimiz Tojikiston